New York vaqti gazetining 2 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi, advokat va kishilik huquq faoliyatchisi Nuri Turkelning onasi Xitoydan yo'lga chiqib, Amerika tavasidagi farzandlari bilan jam bo'lgan. Xabarda deyilishicha, bir hafta burun Xitoy soqchilari Nuri Turkelning Qashqardagi oilasiga berib, onasi Aysha Mahmud xonimni yuk taqlarini yig'ishtirib, soqchilar bilan birga mengishni aytgan. Aysha Mahmud xonim xuddi boshqa Uyg'urlarga o'xshash lagerga yoki turmaga ilib ketilib, necha yillar iz deraksiz yo'q qilib etish ehtimolini xiyol qilgan. Kutilmaganda u 4 kundan keyin Amerikaga kelib, 20 yildan buyon ko'rishaolmagan ikki o'g'li va navrilari bilan ko'rishgan. Oldingi hafta Amerika bilan Xitoy hukumatı o'zaro mahbus almashtirgan bo'lib, Xitoy hukumatı 3 nafar Amerika fuqarosini qo'yib bergan. Ikki davlatning kelishimiga asosan Xitoy hukumatı yana tutqunlarga qo'shib Aysha Mahmud xonim va boshqa ikki Uyg'urning Xitoydan ayrilib Amerikaga kelishiga qo'shilgan. Bu Xitoy hukumatining Amerika hukumatining talabiga binoan 2005-yili Rabiya Qadirni qo'yib bergandan keyin yana bir qitim Uyg'urlarning Xitoydan ayrilib Amerikaga kelishiga yo'l qo'yishi hisoblandi ekan. Xabarda aytilishicha, Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarining vatandagi oila a'zolari bilan ko'rishalmasligi uzundan buyon og'ir masala bo'lib qolgan bo'lib, Amerika hukumati bu masalaga izchil ko'ngil bo'lib kelgan. Sobiq prezident Donald Trump, jumladan prezident Joe Biden Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda, Nuri Turkelning onasini Amerikaga yo'lga silib qo'yishni ikki qitim tilga olgan. Xabarda Nuri Turkelning ota-onasi bilan jam bo'lish uchun ko'rsatgan tirishchanliklari va onasining bu qitim Xitoydan qutulib Amerikaga kela olishidagi orqa ko'rinishlar bayon qilingan bo'lib, har taraflama diplomatlar, hukumat amaldorlari va siyosiyonlarning uzluksiz tirishchanligi natijasida oxiri bu qitimliq jam bo'lish amalga oshgan.